Assalomu alaykum qadrdonlar. Ko'pchilik BYD Yuan Plus 2025-yil full modeli haqida so'rashdi. Hozir sizlarga kichikroq obzor qilib beraman. Mana oldidagi qorasi ko'rinib turgani sal ingichkaroq qilib ishlab chiqarildi. Bu yanada o'tkir, yanada kuchliroq hissiyot beradi. O'rtasidagi mana bu LED chirog'i to'g'risi o'zgargani yo'q, avvalgisi bilan bir xil. Mana bu yerga 360 gradusli kindikka o'xshagan kamera o'rnatildi. Xo'p, diskalari sal qimmatroq, yaxshiroq diska o'rnatildi. Keyin bu yoqda ko'rishingiz mumkin kamerali lidar xavfsizlik uchun. To'liq atrofida 12 ta kamera bilan o'ralgan. Bu xavfsizlikni yanada kuchliroq qilib beradi. Kameralar mana bu yoqda, u tarafida ham, oldida ham, orqada ham kameralari bor. Ichki ko'rinishi juda ham ajoyib, o'ziga xos qilib ishlangan. Ko'pchilik internetda kommentariyada Yuan Plus'da ichki ko'rinishi oddiy deb aytishdi. Aslida bu juda ham noto'g'ri akalar. Buni ichki ko'rinishi san'at asari. Men buni sport zalga o'xshataman. Mana bu gantel toshlari bo'lsa, mana bu bilakni kuchaytiruvchi demoqchi. Mana bu boksni ring zaldagi 3 ta simiga o'xshaydi. Bu yoqda mana qizitib beradigan, sovutib beradigan xolodilnik multivarka jihozlangan. Old tarafda head-up'i, bu displey ekrani ham sal kattaroq bo'ladi. Orqa qatori juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Men to'g'risi ko'pincha tez mana shu Yuan Plus'dan foydalanaman. Har safar orqasiga o'tiraman. Orqasiga o'tirib telefon o'ynab 1 soat ketib ko'rganman, sinab ko'rganman. Hech qanaqa boshim aylanmagan. Boshqa ko'p mashinalarga orqasiga o'tirib telefon o'ynaganimda boshim aylanishi kuzatilgan. Bunda unaqa bo'lmagan. Orqasi ancha keng bo'ladi. Mening bo'yim 1.87, ancha keng joy qolgan. Bu yoqda mana bunaqa tortmalari bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafdan ko'rinish juda ham nafis, sodda va hashamatli ko'rinishga ega. Umuman olib aytganda akalar, shunaqa qulayliklarga ega BYD Yuan Plus'da sifati narxidan ancha ustun. Aloqaga chiqaverasizlar, narxi boshqalardan ancha arzon.